Assalomu alaykum hammaga. Bugun Angliyada Carabao Cup final uchrashuvi Arsenal Manchester City'ni Wembley stadionida finalda to'qnash keldi. O'yin boshlandi. Assalomu Assalomu alaykum alaykum. hammaga. Hozir qisqacha tarkiblarni tanishtirib o'tamiz. Keyin undan buyog'iga o'zimizni fikrlarimiz va o'yindagi qiziq vaziyatlarga to'xtalamiz. Bo'lmasam mehmonlardan boshlaylik. Manchester City, Jamshid. Mehmonlardan boshlaymiz. Cityda demak darvozabondan boshlaymiz. Bugun Donnarumma dam olish olgan ozgina. O'tgan safargi o'yindan charchadi o'xshaydi. Uni o'rniga hozir Trafford turibdi. Himoyada 4-2-3-1 taktikasida bular. Himoyachi O'Reilly, Nathan Ake, o'zimiz Husanov va Nunes himoyada. Silva hamda Rodri hujumchilarga yordam beradi orqadan. Doku qanotda, Semenyo esa o'ng qanotda, o'rtadan Cherki va Haaland sof 9likda o'ynayapti. Va bu yerda o'zgarishlardan bitta shu Donnarummani ko'rsak bo'ladi. Hozir Boshlandi. jarima maydoni jarima Hozir shtrafnoy bo'ldi. Qisqasi noto'g'ri sariq kartochka berib qo'ydi, chunki Nunish o'zi qoqilgan ekan. Hinkapega sariq kartochka berdi. Eslatib o'tamiz, Carabao Cup'da VAR sistemasi ishlamaydi. Shuning uchun bugun har xil qiziqarli kalla qo'yishlar bo'lib turadi deb o'ylayman. Rozi bo'lasizlar hammasi. haqiqiy futbol ko'rar ekanmiz. Bo'pti, tezgina Arsenalni ham tanishtirib o'taylik. Pep Guardiola Donnarummani tushirmaganiga Arteta ham biz ham qolishmaymiz deb turib David Rayaga dam berdi va Arrizabalaga, Kepa Arrizabalaga darvozada. 4 ta himoyachi Ben White, Saliba, Gabriel, Hinkapie. Markazda Zubimendi bilan Rice va oldinda Saka, Kai Havertz, Trossard va Gyökeres. Hozir Azamat aka o'yin haqida biz ozgina ko'rib qo'ydik. O'yin haqida tahlil bering. Kim ustunlik qilyapti va qanaqa predictionlaringiz bor? Kim yutadi deb o'ylaysiz? O'yin haqida gapiradigan bo'lsak, hozircha Arsenal tirikroq ko'rinyapti menga. Faqatgina ular hujum qilishyapti. O'yin haqida keladigan bo'lsak, oldindan aytish qiyin kim yutishini, chunki o'ylayapmanki, durang bo'ladi deb o'ylayapman. Penaltilar seriyasiga yetib boramiz. Sababi Carabao Cup'da o'yindan keyin qo'shimcha daqiqalar bo'lmaydi. Srazu penaltilarga o'tiladi. Extra time yo'q. Extra time yo'q. Yaxshi anaqani ochdingiz. Hozir ozgina mana shu nima deydi, kimgadir qiziq bo'lsa, mana shu format haqida gaplashib o'raylik. Carabao Cup. Nima uchun Carabao Cup deb nomlanadi? Masalan, shunisi qiziq. Mana Azamat aka anchadan beri futbol ko'rasiz. Bolaligingizda ko'rganingizda Carabao Cup eshitmagansiz, to'g'rimi? Shunaqa cup borligini. Buni sababi bor ekan. Carabao Cup bo'lmagan. Carabao Cup bu sponsorlarga nima deydi? Ochiq kubok bo'lgani uchun o'sha kubokka kim sponsorlik qilsa, o'sha firmani nomi kubok nomiga ana qo'yilar ekan. Carabao bu Tailanddagi energetik ichimlik kompaniya ekan. 18+mi? Balkim. Va o'sha oxirgi 7-8 yildan beri mana shu Angliya kubogini sponsorlik qilib kelgani uchun Carabao Cup. Keyin o'zim hayron qoldim-da, bolaligimizda Carling Cup eshitardik, to'g'rimi? Carling. Xuddi o'sha Carling Cup bu hozirgi Carabao Cup ekan. Qanaqadir kontrakt olsa kerak-da, bir 5 yil, 6 yil bo'lsa kerak balki, har yil bo'lmasa. Kubokni moliyalashtirish uchun har xil anaqalar o'ylab topilganda, marketingiy anaqalar, nima deydi, xodlar o'ylab topilgan. O'shaning uchun hozir mana Carabao ozgina shu tarixini bilib oldik va yana bir qiziq kecha ma'lumot o'qib qoldim. Carabao Cup'da FA Cup'dan farqli tarafdan
4 ta Angliyani professional anaqasidan ligalaridan 92 ta jamoa qatnashishi mumkin ekan faqat. Birinchi to'rttalari. Ha, birinchi to'rtta bu Premier Liga, Premier Ligadan keyin Championship deyiladi va undan keyingi ikkita anaqadagi Quyi diviziondagi. ligadagi jamoalardan 92 ta faqat professional e'tibor berish kerak. FA Cupda esa yarim professional va havaskor komandalar ham qatnashishi mumkin ekan. Hamma qatnashishi mumkin. Yo'q, 10 ta liga qatnasha olar ekan. 10 ta liga. FA Cupda. 10 ta liga. Carabao Cupda, mana bu hozir biz ko'rib turgan Carabao Cupda faqat 4 ta professional bo'lishi kerak ekan. Men o'ylaymanki, bu eng tez qo'lga kiritiladigan kuboklardan biri deb o'ylayman. Buni xohlagan komanda menimcha o'sha jamoa yutishi mumkin. Chunki finalgacha ikkala jamoa ham misol uchun eng nima deydi, o'ziga teng kelgan raqibi yarim finalda bo'ldi. City Newcastle yutgan bo'lsa, Arsenal Chelsea ni yutib chiqishdi. Bungacha bular o'ziga teng keladigan raqib bilan o'ynashmagan edi. Mana endi qiziq anaqa ma'lumot. Husanov. FA Cupni yutgan komanda agar kuchli 5 talikka kira olmasa, Husanov boshlab yubordi. bu Yevropa ligasiga to'g'ridan-to'g'ri anaqa berar ekan. Yo'llanma berar ekan. Biz ko'rib turgan Carabao Cupni yutgan jamoa esa Konferensiyalar ligasiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma berar ekan. Endi agar o'sha liniyada bo'lsa, masalan, hozir City bilan Arsenalga bu yo'llanma kerak emas. Yevropa ligasimi yo Chempionlar ligasi Husanovdan juda chiroyli takl bo'ldi. Chempionlar ligasiga bermaydi. Bu hozirgi Carabao Cup Konferensiyalar ligasiga beradi yutgani, FA Cup Yevropa ligasiga beradi. Chempionlar ligasiga yo'llanma beradigan kubok yo'q. Mana chiqib borgan edi-yu, qaysi bilan chiqib Tottenham borgan? chiqdik, o'tgan yili u Yevropa kubogini yutgan jamoa Chempionlar ligasiga to'g'ridan-to'g'ri anaqa Angliya oladi. kubogi bor yana. Manchester United yutib chiqqan-ku. U dunyodagi eng o'sha eski turnirlardan biri hisoblanadigan Angliya kubogi bor. O'shanda chiqqanmi? O'shani Mourinho yutsa chiqadi. yutib Chempionlar ligasigami ilm qolgan edi. Yo'q, adashyapsiz. Yo, Chempionlar Yevropa ligasi ligasiga. emas edi, u Yevropa ligasi edi, jam. Ha. Endi hammaga qiziq mavzu yana bitta Pulini gapiraylik. Puli O'zbekistonliklarga. O'zimiz qancha qiziqadigan pul narsalar haqida oladi bu gaplashaylik. komandalar degan savolga Carabao Cupni anaqasi budjeti kichkinaroq ekan. Kubokni yutgan jamoa $125,000 olar ekan. Dollarda. $125,000 Sterlingda 100,000. Finalda yutqizgan jamoa $62,000 olar ekan. Yarim finalda o'ynaganlar $31,000 dan oladi va chorak finalda o'ynaganlar ham $31,000 dan olar ekan. Endi solishtirish o'rnida aytaman, FA Cupni yutgan jamoa $2,5 million oladi va finalda yutqizgan jamoa $1,250,000 oladi. Ya'ni hali FA Cup nisbatan 20 barobar ko'p olar ekan. yoshroq va budjet jihatidan kichkinaroq kubok ekan. Carabao Cup FA Cupga nisbatan o'shaning uchun O'zi bu 60 kubokni yilda tashkil topgan. 1960-yilda tashkil topgan ekan. O'shaning uchun ham bu kubokni anaqasi nima deydi, obro'si juda ham baland deya olmayman. Endi o'sib boryapti. O'shaning uchun agar mabodo o'zinglar jamoalar masalan City yoki Arsenal bo'lsa, yutqizib qo'ysa, ko'p ham qayg'urmanglar. Bu ko'p nima deydi, ko'p narsa bermaydi bu kubok. Lekin emotsionalniy ta'sir qilishi mumkin-ku. Misol uchun mana Artetani hozir aytib o'tadigan bo'lsak, bu Manchester City uchun, mana Real uchun Chempionlar Ligasi o'zini kubogi hisoblanganda, oxirgi yillarda Carabao Cup Manchester City'ning kubogi hisoblanadi. Manchester City shu paytgacha 9 marta finalga chiqqan bo'lsa, bu kubokda 8 tasini yutgan ekan. Arsenal 8 marta chiqqan bo'lsa finalga 6 tasini yutqizgan ekan finalda. Bu degani bu yana qarama-qarshilik. Endi to'g'ri, bu yerda prinsipial anaqalar bor, nima deydi, budjet va kubokni To'g'ri. leveli alohida mavzu, lekin bu yerda Pep Guardiola va Arteta o'rtasidagi duel bor. Ko'pchilik shunaqa anaqa beradi. Masalan, agar bugun Arsenal yutqizsa, Arsenalga yana bosim boshlanishi mumkin. Yana City bilan kompleksi boshlandi, yutqizib qo'ydi degan anaqa gaplar ko'payishi mumkin. Lekin Arsenal yutsa,
hozir bu yil ko'plar taxmin qilyapti-ku, Arsenal hozir 4 ta frontda birinchilar qatorida kurashyapti. Agar yutsa zo'r qadam qo'ygan bo'ladi, qolganlarini ham olishga. O'yinchilarni o'ziga bo'lgan ishonchi ortib boradi-da. Endi ko'ramiz. To'g'ri, anaqa mental jihatdan Arsenalga g'alaba kerak. Pep Guardiola ustidan baribir ko'p yillik anaqa gegemonlik bo'lib kelgan davri уже nima deydi, oxiriga yetkazish kerak, o'shani tugatish kerak. Arteta o'zi Pep Guardiolani shogirdi bo'lib chiqqan. O'zi anaqadan o'yindan oldingi Trenerskiy shtabdan. intervyularda jurnalistlar shunaqa nima deydi, provokativ savollar juda ko'p berdi. Keyin Guardiola asosan sarkazm bilan javob berdi. Arteta lekin haliyam nima deydi, Pep Guardioladan nima O'tib deydi? ketdimi dedimi? Yo'q, xursandman, uni nima deydi, u bilan ishlaganimga, eng yaxshi trener dunyodagi va aloqalarimiz men tomonidan hali ham yaxshi deb anaqa berdi, intervyu berdi. Chunki savol shunaqa dedi, oxirgi 5-6 yildagi raqobat tufayli sizlar oralaringdagi aloqalar yomonlashdimi deb so'radi-da jurnalist. Endi shunaqa savollar topadi jurnalistlar, bilasizlar-ku, takoy. U menimcha ikkalasiga umuman farqi yo'q. Guardiola bilan Artetaga. Yo, u prosta-chi, mana bunaqa narsada Angliyada hamma narsani anavi kommersiy tarafdan qarashing kerak-da. O'yinni sotish, o'yindan oldin mana shunaqa hayp berish, lekin kadr ortida ular rostdan ham oilaviy do'st bo'lishi mumkin. Shunaqa. Ana istoriyani bilasizlarmi? Mana hozir hujum bo'ldi. Semenyoni olib qo'yishdi. Shunaqa bitta istoriya bor. Guardiola bilan Mourinhoni har doim qarama-qarshiligini juda ham nima deydi, bo'rttirib ko'rsatadi ekranda. Keyin Mourinho bitta intervyuda shunaqa sizlar oralaringdagi shu nima deydi, ziddiyat, raqobat juda ham kuchli, hali ham shunaqami deb so'raganda, u aytdi, sizlar ko'p narsani bilmaysizlar dedi. Mourinhoni onasi vafot etganida eng birinchi bo'lib Pep Guardiola Mourinhoga anaqa telefon qilgan ekanda, anavi hamdardlik bildirgan. Ya'ni sizlar bilmaydigan narsalar ko'p kadr ortida deb. Ya'ni mediaga olib chiqilmaydi. Media prosta o'yinni haypini oshirish, shu sotuvni kuchaytirish uchun har xil mana shunaqa savollar beradi yoki bo'lmasam to'qima istoriyalarni nima deydi, yozadi-da. Endi u menimcha ko'pincha yangilik chiqazayotgan kompaniyalar bor-ku, o'shalar o'zini hayp bilan ko'tarib olish uchun shunaqa olib keladi-da. Masalan, o'zimiz ham ko'ramiz, baribir hozir internet bilan endi ko'pincha Instagramlar bilan ko'pini hayotini ko'rsangiz bo'ladi. Unaqa emas-da, biz oldin to'g'ri, lekin oldin Pep Guardiola bilan Mourinho qanaqa urushgan bo'lsa, biz shunaqa deb o'ylaganmiz, haqiqiy hayotda ham-da. Yo, juda ko'p narsalarni bilmaymiz. Masalan, biz nima deydi, faqat ekranda ko'rgan anaqalar. Mana masalan, o'zimni bitta ozgina temadan balkim bu hozirgi bugungi o'yinga aloqasi yo'q. Tottenhamda o'ynaydigan braziliyalik hujumchisi bor-ku, Richarlison to'g'risi qiliqlari yoqmaydi-da, qanaqadir bir g'alati qitmir qiliqlar qiladiganga o'xshaydi. Qanaqadir manman odamga o'xshaydi. Kir o'yinchi deydi-ku, kir o'yinchiga o'xshab ko'rinadi-da. Yoqtirmasdim. Keyin qanaqadir tasodifan mana shu anaqada social mediada bitta intervyusini ko'rib qoldim. U har oyligidan anaqaga bolalarni qanaqadir fondiga, kasal bolalarni fondiga oyligidan pul o'tkazar ekanda. Har oy, har yil emas, har oy o'zini oyligidan pul o'tkazar ekan. Ya'ni juda ham ko'p xayriya ishlarini qilar ekanda. Masalan, u anaqada ko'rsang, poliyada ko'rsang, to'g'ri bir qiliqlar qilishi mumkin, lekin hayotda hamma ham qila olmaydigan ishlarni qiladi-da. O'shaning uchun har doim ham nima deydi, bir fikr bildirishga anaqa qilish kerak emas ekan, shoshish kerak emas ekan, chunki u odam boshqacha bo'lishi ham mumkin. To'g'ri. Endi hammani o'zini xarakteri bor-da. Maydonda xarakteri boshqa, baribir personalni o'zida haqiqiy hayotda baribir boshqa odam bo'ladi. Mayli, endi futbolga qaytsak, Arsenal bilan Manchester City biz 30-daqiqaga yaqinlashib keldik va hali hamon hech qanaqa bir hozircha qanaqadir ehtiyotkor o'yin. Hech qanaqa xavfli vaziyat bo'lgani yo'q. Hozir men statistikani ochib qarab o'tiribman. Eng qizig'i
City haliyam darvozaga bir to'g'ri zarba bergani yo'q. Hamcha Arsenal ham bermadi hali darvozaga to'g'ri zarba. O'sha bitta Yo'q, vaziyat bo'ldi. Arsenalda bor debdi. Bitta vaziyat bo'ldi. Baratar 3 marta qaytardi. Trafford qutqardi-ku. To'rtta tepibdi va o'shandan aytganingizdek 3 tasi to'g'ri boribdi. XG da Citydan 0 va Arsenaldan 0.10 Mayli, o'ndan emas, o'yin- 100dan 37. O'yin nima deydi, bir tempda ketyapti. Ozgina kichkina bitta qanaqadir rubrika o'tkazamiz agar yo'q demasalaring. Mana bugungi tashalgan Arsenalni Soat siznikidamikan? Topib kelmabsiz-da? Men soatni Ko'rdingizmi? taqdimini ko'rdim, shunga ahamiyat Artetani soati bir xil ekan. bugungi Arsenalni anaqasi bilan, tarkibi bilan Manchester City'ni tarkibini Birga birmi? birga bir qo'yaman, fikrlaringni aytasizlar. Qani, mana qarab Birinchi turaman. Azamat akadan, keyin Jamdan so'rayman. Xo'p. Birinchi deydi-ku, first thing first. Aha. Husanovmi yoki Gabriel Magalhãesmi? Endi o'zimizniki bo'lgani uchun Husanov. Jam? Gabriel endi bu mavsumdan Tez. oldingi mavsumda bo'ldi. yo'q, u hozir bittasini tanlamaysiz, chunki Husanov yaqindan boshladi, Ya Prime'ga bittasini chiqishdi. tanla bo'ldi. U ezib o'tirma Yo, fikringni. Bilaman. Hozircha Husanov Gabriel, desam endi baribir. Husanov to'g'ri. Ha, bo'ldi, Gabrielmi? Okey, Gabriel. bo'ldi, shu kerak. Ha, bo'ldi. Uyatsiz. Xo'p, qiziqlariga o'tamanda. Raismi yoki bo'lmasam Bernardo Silvami? Azamat aka. Silva menga. Jam, Silva, menga Rais. albatta. Xo'p, Zubimendimi yoki Rodri? Rodri. Rodri. To'g'ri. Xo'p, Zubimendi oldin baland o'ra olsin. mayli. Xo'p, keyingisi Sakami? Husanovdan navbatdagi tackle. Oy, sariq oladi o'xshaydi Husanov. Nimaga Sariq sariq oladi. beryapti Husanovga? Sariq oladi. 31-minutda sariq beryapti. Endi bu yerda VAR yo'qligi Chopdi. juda ham Manchi katta. Geyhini tushirsa kerak o'ynaydi. ikkinchi taymda Husanov o'rniga endi. O'yin koptok o'ynadi-ku. Yo'q, qo'pol o'ynadi. Uchib ketdi Husanov, juda ham zo'r uchib ketdi. Ya, ulgurmadi. Yopishga ulguribdi. Husanovni oyog'ini cho'zayotganini ko'rgan Gyokerish o'zini oyog'ini qo'yib qoldi va sariq oldi. Mayli, chiqisi yo'q. Endi shunaqa o'yin bo'ladi bugun. Nima deydi? Qizil olmasa bo'ldi endi. Olmaydi. O'tgan Yo'q, safar Husan. sariq bilan o'ynadi-ku, eslaringda To'g'ri. bo'lsa. Endi ikkinchi taym edi o'tgan safar. Yo'q. Butun ikkinchi taymni sariq bilan o'tkazdi. Yo'q, bu hozir sariq uncha katta rol o'ynamaydi. Endi ehtiyotkorroq bo'lib o'ynaydi-ku, lekin Husanov bildirib qo'ydi-da o'zi shu yerdaligini. Menimcha Gyokerishni yopibdi hozir. Boya biluvdi, shu yerdaligini o'zi. Yo'q, Gyokerishga aytib qo'yibman, shu yerdaman, sekinroq yur debdi-da. Ano Bizdan- Reelsga tushadigan video qilmoqchi edi Husanov, qo'pollik qilib qo'ydi. O'tgan safar ham ona bilan shunaqa qilmoqchi edi. Nima edi? Arsenal- Vinicius bilan shunaqa qilmoqchi edi. U rosa Vinicius. aylandi-yu, jag'iga solgan joyida. U o'sha yelka bo'lganda zo'r bo'lardi-da, yonaga uchirib yuborardi. Outga uchirib yuborardi sekin. Hozir bizda o'yin boyaga aytganimizdek va Arsenal yo'q, hujumi yo'q, kim edi? Ake, Akedan Nathan Ake. yaxshi tackle. Молодец, Ake. Qutqardi. Gyokerish baribir o'zini eng Husanovning kuchli yonida kim o'rtada? prime'ga chiqolmayapti. Husanovning yonidami? Geyhini qo'ymabdi bu safar. Ake. Nunes bor edi. Yo'q, Ake Ha, o'rtada o'ynayapti. Bu tarafda Ake bor. Hozir Solishtiramiz unda Akeni. Akeni kimga solishtiryapmiz? Akeni Salibaga solishtiramiz. Ayyo. Saliba kuchli. Saliba. Xo'p, mayli. Tugatamiz shu bilan. Yokerishmi Haaland? Oh my gosh. Gyokerish Mbappe. o'tgan mavsum bo'lganda 50-50 bo'lardi, lekin hozirgi mavsumda Haaland. O'tgan Haaland. mavsumda ham Haaland edi. Haaland. O'tgan mavsum Gyokerish zo'r o'ynagan Sportingdagi. Ko'rdim. Ayyo, bo'pti, yana bitta qo'shiy. Traffordmi yoki Arizabalagami? Kepani. Kepa. 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 Lekin agar esingizda bo'lsa, Kepa xuddi shu Cup finalida o'sha paytda Chelsea-da o'ynadi. Chelsea o'ynardi. Penaltilar seriyasimi? Sarrining mazasini qochirgan edi. To'g'ri, bo'lgan shunaqa voqea. Penaltilarga almashtirmoqchi bo'lganida zaminaga chiqmayman deb anaqa ko'rsatgan, hunar ko'rsatgan. Endi Yo'q, penaltilarga alishtirmoq bo'lmagan. Oxiridagi penaltilar seriyasiga tushirmoqchi Yo'q, bo'lgan. u menimcha jarohat oldi deb o'ylagan Kepani. Yo'q, unaqa bo'lmagan, oka. yo nimadir bo'lgan, qarachi Kepa qanaqadir Jarohat olgan. to'qnash bo'lgan kimdir Keyin bilandir. alishtiramiz. Jarohat olgan deb o'ylagan.
narigi varatari chiqib ketganida men yaxshiman deganda, keyin уже baribir murabbiy jahli chiqadi-da, Mana уже unaqa bo'lgan. tayyor qilib Mana qo'yganda. o'yin tugashi уже penaltilar seriyasiga borishi aniq bo'lgandan keyin Sarri 1 minutmi 2 minut qolganda Kepani olib Manchester Cityda o'ynagan bitta kalbosh varatar bo'lardi. O'shani tushirmoqchi bo'lgan. Ha, U varatar penaltilar bo'yicha anaqa bo'lgan. Nima deydi? Mutaxassis. Spetsialist bo'lgan. Ha. Kepa chiqmayman degan. O'shanaqa keyin undan keyin unga jarima qo'yishgan Kepaga. O'shandan keyin qanaqadir karyerasida tushish bo'ldi-da Kepada, agar e'tibor bersalaring borku. da, 11 ta tepish bo'lgan. Eng qizig'i, oxirida Kepa urolmaganmi o'shanda? Yo'q, Yo, Ha, yo. boshqasimi? boshqasi. Aha. Yutqizgan. Yutqizgan. Kim bilan o'ynagan edi Chelsea adashmasam? City bilan o'ynagan. City bilan o'ynagan, a? O'shanisi ham bor-ku, Kepagacha borgan o'shanda. O'shanisini ham bir ko'rish kerak. Lekin Carabao Cup'da- Husanov yana keldimi? Eng ko'pi Liverpool yutgan ekan. 10 marta yutgan ekan shu kubokni Liverpool. Liverpool klub bilan yutgan o'xshaydi rosa. Yo'q, klub bilan undan yutmagan, endi oldin. oldindan yutganda bu narsani anaqa. Lekin Cityni anaqa bilan yutibdi ko'pini baribir. Pep bilanmi? Pep bilan yutibdi. O'zi Pep kelgandan keyin kabineti sal to'lib qoldi-yu City'ni ham. City'da hech narsa yo'q edi o'zi. Hozir City'dan navbatdagi hujum, Spring- Husanovda to'p, Husanov, Nunesga pas berdi, Nunes Semenyoga, Semenyo. Semenyo negadir shu oxirgi payt o'yin o'xshamayapti. Birinchi kelganida ana. Gyökeres va Husanov yana to'qnashuv. Husanov sal ehtiyot bo'ldi bu safar. Olib qo'yishdi. Gyökeres yelka berdi, cho'ta u devorligini bilmaydi o'xshaydi, o'zi qaytib ketdi, ko'rdingizmi? Agar penaltilar seriyasiga borsa deylik, qaysi darvozabonni ustunligi bor bo'lisizlar? Kepada baribir. Kepada. Kepada bor, Kepa Kepa. kuchliroq. Men o'ylavdimki, agar Donnarumma tushsa dedim, penaltiga borganda Donnarumma Rayani olib qo'yadimi deb o'ylavdim-da. Kepa endi nima tarafdan bilasizmi? Ustunligi o'yin tajribasi ko'p. Kepa To'g'ri. Grand komandalarda o'ynagan. Realga borib o'ynab keldi. Esingizda bo'lsa, Ha, esimda. ikkinchi varatar bo'lib, Esimda. kubok yutdi. Liga Chempionov yutib keldi. Realga borib. Chelsea'ning asosiy varatari bo'lgan. Ispaniyani nima deydi? Zapasnoy varatari, ya'ni baribir anaqasi ko'p. Bagaj opiti deydi-ku. Ko'p. Da, endi baribir ko'p o'yinchilar bilan uchrashgan, kim qanday tepishini ham bunday biladi desangiz ham bo'ladi. Hozir Sakani ko'rsatish bizada krupniy planda. Sakani intervyusida ko'rganimda, uje bizani uje katta trofeylar yutish vaqtimiz keldi deb aytib o'tdi. Ko'ramiz. Nima qilishyapti? Bernardo Silva o'z qo'li bilan o'ynab qo'yadi yana hozir. O'tkazib yuborishdi. Arsenal burchak to'plari xavfli ekanligini City ham biladi, o'shaning uchun ehtiyot bo'lib. Hozir bitta narsani ko'rdim. Google tepilayotganida Husanovda Salibami yo Gabrielmi ushlab turdi. Hozir qaytarsa ko'ramiz. Juda ham qiziq bo'ldi. Yopib qo'ydi. Nima ko'rsatishyapti tepada bizda? Mana bu yerda yoshga turibdi. Mana bu Gehi bu yerda ekan. Geyhi-ku, Mark Geyhimi? U menimcha nima Mark qo'shilolmaganmikan-a? Mark Geyhini ko'rsatishyapti. Geyhini ismini bilasizlarmi nima ekan? Uzun ekan. O'yna olmasa kerak Shuni menimcha. qishki transfer bo'lgani bo'lgan uchun. uchun. Mana Diash o'tiribdi, yoshga Guardiola o'tiribdi. Diyashda Orqasida anaqa bor ekan, travma bor ekan. Nom o'tiribdi. Ismi nima edi? Luis ismida. Kim edi? Husanov bilan birga o'ynaydigan bu bitta yoshroq bola bor edi-yu. Ana hozir City'ning anaqasini ko'rdimda. Zaxirasini? Umuman qaydnomada yo'q ekan Gehi, demak u kechroq transfer bo'lgani uchun o'yna olmasa kerak. Qishki transfer. Yoki o'ylayapman, shu kubokda boshqa komandada o'ynagan u. Crystal Palace'dan keldimi, qayerdan keldi Gehi? Crystaldan keldi, adashmasam. Geyhini oti Aji ekan. Yo'q. Crystal Aji Palace'dan kelgan. Ajib bo'lsa Hojida, ha. Afrika musulmonlaridan ekanda. Isroil bor ekan ismida yana. Mark Gehi ekan. Mark Geyhi, yo Aji yana nimadir uzun. Endi Mark Ismail Geyhi. Qayerlik kelib chiqdi? Senegallik emasmi? Ivory Coastli ekan. Musulmon bo'lsa kerak, ha. Afrikaliklardan Ivory Coastli ekanda. ekan. Semenyo. Oy.
to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Nunes hozir endi Husanov qani joyida. Husanovda Adji bo'lsa Hoji bo'ladi-da, aka. Ha. hozir endi oxirgi Husanov Ajji Kenan Tukimidi? Nimadir u edi esimdan chiqib Husanov qoldi. oxirgi o'yinlardan beri baribir o'zini pozitsiyasini yaxshi himoya Chelseadan qilyapti. kelgan tarbiyalanuvchisi ekan Gehi. Chelseadan chiqqan ekan. Yo'q, adashibman endi u nima deydi? Unaqa emas ekan. Crystal Palace'dan emasmi? Yo'q, Magehining dadasi Cho'chda ishlagan ekan. Ha, musulmon emas ekanmi? Musulmon emas ekan. Ha. Isroil ekan, Mark Isroil Gehi ekan. Isroil ekan. Israel Gehi. O'yinga qaytamiz. O'yin haliyam sal zerikarli bo'lyapti. 40-daqiqasi Semenyo rosa Haalandni qidirdi va topolmadi. City Haalandga o'ynayapti. Birinchi Mana shu taym. Haalandni eslaringda bo'lsa, Arsenal bilan Cityni ligadagi o'yindan keyin Artetaga borib be humble dedi-ku, tipa kamtarroq bo'l deb anaqa Artetaga gapirgani. O'shandan keyin qanaqadir ko'zimga yomon ko'rinib qoldi Haaland borku. Qanaqadir shart emas edi-da. To'g'ri. O'sha anaqadan keyin, o'sha o'yinlardan keyin City anaqa ketdi. O'yini tushib ketdi, ha. Pastga qarab ketdi. O'sha o'yinda ham durang bo'lgan o'zi aslida. Gap yo'q, Nunes. 1-1 o'ynamadi shu o'yinda? Yo'q, 2-2 bo'lgan. Oxirida 2-2 o'tkazib bo'lganmi? qo'ygan. Endi Haalandni ham bilamiz, baribir gap o'yinlarini yaxshi ko'radi. Sarkazm qilish deysizmi? Qanaqadir Aktiv prikol ku, qilishmi? ijtimoiy Shunaqa. O'tgan tarmoqlarda. safar Chempionlar Ligasida City bilan Real javob uchrashuvida Guardiola bilan Rudiger tortishib qoldi. O'shani orqa fondagi anaqalari chiqmadi, bilmadim, topa olmadim. Anaqa Arbeloa olib ketdi-da Rudigerni. Tipa Rudiger bo'ldi, endi sal qo'ya qoldi dedi. shunaqaroqda Rudiger Lekin bilmayman. Rudiger borib Guardiolaga rosa gapirdi-da bir nimalarni. Menimcha u Pep Guardiola uni oyog'iga urdi-ku bir marta. Menimcha qizil bor edi yoki gryazny o'ynading dedimi deb o'yladim. Rudigergami? Ha. Chunki kulib keldi-da, kulib kelib qanaqadir bir narsani aytganday bo'ldi. O'shandan keyin Rudiger bunaqasi baribir qanaqadir Endi Rudiger kuchli ham yana qilishadi. Rudiger ham bir qiziqqon anaqalardan, o'yinchilardan. Shunaqa. Offside. Ha, hozir uni ham ko'rolmaymiz. VAR ham ko'rolmaymiz bu yerda. Offside yo bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Haaland oldiga qarab ketyapti, oshirdi, Doku tipirchilaydi yana. Tipirchilaydi hozir yana chapga o'ngga Ana. bo'ldi. Tipir qildi, lekin burchak to'pi. ishladi. Lekin o'tgan o'yinda Yaxshi o'ynadi. yaxshi o'ynabdi Zo'r o'ynadi. Doku. Nima deb o'ylaysizlar? Nechi bo'ladi? Hozir hayronman chotda ikkala komanda ham bilmadim. City уже хотя бы shu kubokni olib qo'ysa bo'ladi. Hamma joydan chiqib ketib qoldi. O'ylashimcha Arsenal 1-0 ga ilib ketadi. Menimcha City bosadi hozir ikkinchi taymda. Chunki boshqa oladigan kuboklari uncha yo'q-da. Nimaga? Nima bor? Premier Liga bor hali. Qayerda Premier Liga? FA Cup ham bor u. FA Cup des. No, hozir mana bu yerda tayyorda bu kubok aka finalda. Hozir City yana bu kubok hisobga olsa, 3 ta kubok bu bilan birga olsa FA bo'ladi. Cupda bilasizmi kim bilan tushgan? Liverpool bilan tushgan. Ha, yo'q-e. Rosa zo'r o'yin Bu bo'ladi. naqdagi mana finalda o'sha birinchi daqiqa, birinchi bo'lim tugayapti. Doku. FA Cupda oson bo'lmaydi, Liverpool bilan tushgan. Arsenal kim bilan tushgan? Arsenal Southampton bilan tushgan. Oson tushgan. Chunki Oson. Southampton tushib ketgan anaqaga, Championshipga. Bu lekin so'nggi paytlar qarasangiz Cityni burchakdan oshirayotgan to'plari, ya'ni qanotdan oshirayotgan Silva to'plari ketdi. hech Cherkimi? Silva foydali bo'lmayapti. Yo'q, Yo'q, kim ekan? Husanov orqada. Husanov pozitsiyasini o'zgartiradi. Masalan, bular hujum qiladi-ku City. O'rtaga orqada qoladi. Ha, eng oxirgi o'yinchi bo'lib qoladi-da, keyin qolganlari hujumga chiqmaydi-da ko'p. Ha. Masalan, qarshi jamoani hujumchisiga qaraydi-da. O'sha hujumchi qaysi tarafda bo'lsa, o'sha tarafda oxirgi o'yinchi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni qanaqadir bitta pozitsiyada turmaydi.
O'zi qanotda tushmadi bugun, o'rtada tushdi, Silva sentralniy bo'lib mana- tushdi. va Hozir qanotda Silvaga turuvdi-da. berishmadi. Chunki Saka buni tomoniga sal o'tib oldida, Saka Shunaqa, tomoniga. o'shani aytyapman-da. Firmino, Lekin xavflilashdi City. Firmino. Ana, Haaland. ey, Sal sal qolishiga sal qoldi. qoldi Haaland. Yaxshi vaziyat bo'ldi. Firmino zo'r oshirib berdi. Birinchi taym oxirgi daqiqalari o'tib boryapti. Semenyo yaxshi olib bordi lekin. Husanov ham City bosyapti. Husanov ham sekin sochini o'stirsa bo'lar ekanda. Bu yerda kim bor ekan qarang. Semenyo sochi o'sgan, Doku sochi o'sgan, Haaland sochini Lekin o'stirgan. ushabdi. Ayyo, sochini o'stirmay qolsin. Men bunga yarashadi endi Vikingga. Ahvolini qara sochini. Alyonushka bo'lib qolibdi-ku. Ana- Down sindromi yo'qmikan shunda? Anaga Sochini shunaqa o'xshaydi. ko'rganiga shunaqa o'xshaydimi? Down sindrom Messida bor. Down emas, u anavi-ku. Nima derdi uni? Anavda ham bor. Autizm. Autizm. Autizm deydi uni. Da, da. Elon Muskda ham bor-ku. Artetani ko'rsatishyapti. Artetaga o'sha o'yindan oldingi matbuot anjumanida jurnalist hayajonlanmasdanmi deb savolni boshidan shunaqa deb savol berdi. Arteta yo'q, hayajonlanmayapman. Arteta ham O'zimizga uverimiz, o'zimizga ishonamiz. Lekin Artetani intervyusidan ular pozitivniyroq ko'rindi u. O'zi Arteta intervyuni yaxshi beradi. Yaxshi E'tibor olib bersangiz, boradi, zo'r judayam. intervyularga javob beradi. Guardiolada oxirgi bir 2 yilda qanaqadir shunaqa bir emotsionalniy. tendensiya boshlangan. Juda ko'p sarkazm ishlatadi. Bu nimadan? Chunki savollarni unaqa personalni olib-boradi-da. Masalan, oxirgi o'yinlardagi nima deydi, o'yiningiz chiqmagani nima bilan baholaysiz? Masalan, shunaqa savol bersa, jahli chiqib ketib qoladi-da sirazi. Keyin sarkazm qiladi. 8 yil yaxshi o'ynadim, endi 1 yil yomon o'ynab qoldim-da. Mana shunaqa javoblar. E'tibor bersangiz, Birinchi Mourinho bo'limimiz lashgan. tugadi hozir. ozgina Mourinholashgan. Chunki qanaqadir seziladi-da intervyularida anavi reaktivda anaqasi. Chunki baribir Pep Guardiola o'ziga hurmat talab qiladigan murabbiylardan Hurmat talab hisoblanadi. almasdi degan mulk ko'rganmisan? Shunaqa. O'zi qilgan baribir shuncha qilgan ishlariga yarasha savol kutadimi, bilmadim. Shu Artetani kimga o'xshatasiz? Hozir birinchi bo'limimiz tugadi. Hozir ozgina tanaffus olamiz va ikkinchi bo'lim boshlanishida ikkinchi bo'limni boshlaymiz. O'zbek murabbiylardanmi?